Dadam sizni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Adajonimni yaxshi ko'raman. Adam yaxshi ko'raman. Otasizni yaxshi ko'raman. Qattiq yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Adajon, sizni yaxshi ko'raman. Judayam qattiq yaxshi ko'raman. Sizni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Xush kelibsizlar bugungi tadbirimizga. Men bugungi o'z so'zimni dadamga aytmoqchiman. Dadam sizni judayam yaxshi ko'raman. Siz meni shuncha paytdan beri avaylab, mehr berib, asrab kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bunga hozir kiritayotgan investitsiyangizga rozi bo'ling. Inshaalloh kelajakda bularni 2 barobar qilib davlatdan o'z o'rnini topib, sizga har doim tashakkurlar keltiradigan qiz bo'lishga va'da beraman. Inshaalloh kelajakda jannatlarda toj kiydiradigan, sizni hech qachon yuzingizni yerga qaratmaydigan qiz bo'lishga so'z beraman. Assalomu alaykum. Men sizni yaxshi ko'raman. Menga sharoit yaratib berganingizga, qiynalgan vaziyatni yordam berganingizga, tashkil berganingizga rahmat. Adajon, men sizni nimadir sababdan yaxshi ko'raman deb o'ylamayman, chunki men sizni o'ylamay ko'rmagan ekanman. Nima uchun yaxshi ko'rishimman? Men bilaman, sizni yaxshi ko'raman, faqat siz emas, oyimni ham. Lekin sizga katta rahmat. Bizga shunaqa chiroyli tarbiya berayotganingizga, o'zingizda bo'lmagan narsani bizga yedirib, yedirayotganingizga, shunaqa bizga tarbiya berib, shu joylargacha keltirganingizga kattakon rahmat. Meni shu vaqtgacha tarbiya qilganingiz uchun, hamma qarshi bo'lsa ham meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat deyman. O'zi bormagan joylarga meni jo'natib, har doim podдержка qilganingiz uchun sizni yaxshi ko'raman. Qisqartirib aytsam, qog'oz ham yetmaydi, qalam ham yetmaydi. Adajon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni hech kim kam qilmadingiz, yemay yedirdingiz, ichirdingiz. Paytda uxlamasdan bizni boqdingiz. Sizni har doim boshimda ko'tarib yuraman. Adajon, men sizni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Menga bergan ishonchingiz uchun, menga yaratib berayotgan shuncha imkoniyatlaringiz uchun rahmat kattakon. Xudo xohlasa ishonchingizni oqlab, ikki dunyo saodatiga erishtiradigan farzand bo'lish nasib qilsin. Men sizni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Ota deganda judayam boshqacha rolda tasavvur qilaman sizni. Har doim, har masalada, har jabhada to'g'ri yo'l ko'rsatib, chiroyli maslahat berib, og'ir bo'lsin, qiyin vaziyat bo'lsin, o'sha vaziyatlardan to'g'ri chiqib ketishimga hamisha yordam bergansiz, to'g'ri yo'l ko'rsatgansiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men Adamga mingdan ming rahmat demoqchiman. Va Xudoga rahmat demoqchiman. Shunda Adamga nasib qilganim uchun. Adasizni yaxshi ko'raman. Men otamga kattakon rahmat deyman. Ishga ovqat, kiyishga, uxlashga tepamdan tovuq berganlar uchun va kattakon rahmat deyman. Menga bergan tarbiyalar uchun, bergan bilimlar uchun va bergan mehnatlar uchun. Adajon, sizni yaxshi ko'raman. Menga ishonganingizga, meni har doim podдержка qilganingizga, shu maktabga olib kelib qancha harakat qilganingizga, bizani o'qishimizga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Men ham o'zim odamni hamma qator juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har safar qo'llab-quvvatlaydilar, har safar to'g'ri savet beradilar, to'g'ri yo'lga boshlaydilar. Juda ham ko'p narsalarga nima deydi, возможность yaratib ochib berganlar. Men bu narsadan juda ham xursandman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman.
Ixlos maktabi xususiy maktabini bilimdoni nishoniga muvaffaq bo'ldilar. O'zimga tashakkurnoma bildiraman. Ikkinchi chorakda barcha o'quvchilarga namuna bo'la olgani uchun Ixlos maktabining bilimdoni nishoniga sazovor bo'ldilar. Shafoat bizning Ixlos maktabimizni ikkinchi chorak yakunida Ixlos bilimdoni nishoniga muvaffaq bo'ldilar. O'ylaymanki, bu taqdimot eng katta yutuqlarni olib keladigan, O'zbekistonimizning faxri bo'ladigan va dunyoda ham tan olinadigan Nobel mukofotlari bilan nima qilinadi, davom etadi deymancha. Ham bilimda, ham odobda barcha sinfdoshlariga namuna bo'la oldilar. Bu bilan Ixlos bilimdoni nishoniga sazovor bo'ldilar. Har doim ozgina bo'sh vaqtingiz qolganda ham kitob o'qib o'tirasiz. Kitob o'qishni foydasini sezdingizmi? Bildingizmi? Bir oyda nechta kitob tugatdingiz? Nechta? 5 ta kitob tugatdingiz. 1 yildagi challenges? Mashalloh. Kitobxonlik tanlovida ham Muslimaxon faxrli birinchi o'rinni egalladilar. Tabriklayman. Hozir ikkinchi chorak yakunida hurmatli otajonlar, hammanglar farzandlaringlarni faxrlanib o'tiradigan nimaga tuyg'uni yashadinglar. O'ylaymanki, bundan keyin har doim sizlarni va bizani faxrimiz bo'ladigan avlod chiqadi bu maktabdan.